أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugün sözleydiğen dersimiz 5. ders Allah'ın kitaplarına işleniş. Allah'ın kitaplarına işleniş. Bugünkü dersimizni biz Ahmetning kutubxonadagi bir kuni degan hikoya bilan boshlaymiz. Ahmetning kutubxonadagi bir kuni. Ahmet bugun ustoz bilan birlikda kutubxonaga bordi. Ahmetning endi yangi savodi chiqqan bo'lg'achqa kitob o'qishga bek amroq edi. Ammo hayotida tunji qitim buncha ko'p kitobni ko'rgan Ahmet nihoyatda hayron qolgan edi. Qaranglar, kutubxonada nurg'ulg'an kitoblar bor, shundaqmi? Bu kitoblarni ko'rsak, haqiqatan cho'nglar hayron qoldi. Kichik bolalar emas, cho'nglar hayron qoldi. Bu nima degan ko'p kitoblardir? Bu kitoblarning qaysi birini o'qib bo'ladi debchi insonni haqiqatan hayronlikka qo'ygan darajada ko'p kitob bor. Ustoz dars boshlashdan burun bunday deb qaranglar. Balam, kitob aqlning chirig'iga o'xshaydi. Zaminni quyosh yoritib turgandek, kitob bizning qalbimizni yoritadi. Biz kitob o'qish bilan bilmaganni bila olamiz. Yaxshi bir kitob biz uchun eng yaxshi do'st bo'la oladi. Sen buningdan keyingi hayotingda o'qigan sari kitobning ahamiyatini texnik tushunib yetasan. Bularning hammasi degudek insonlarning yozgan kitoblari. Men bugun sana Allohning tushirgan kitoblari haqida so'zlab beray dedi. Qaranglar, bu kitoblar hammasi degudek insonlar tarafidan yozilgan kitoblar. Ammo lekin bu kitob bizning xuddi bir chiroqqa o'xshaydi. Xuddi bir chiroqqa o'xshaydi. Mana u zaminni quyosh yoritib turganga o'xshash, bu kitobchi bizning qalbimizni yoritib turdi. Biz bilmagan narsamizni kitobdan o'rgana olamiz. Kitob orqali o'zimizni texmi taraqqiy qildira olamiz. Yaxshi kitob bizning yaxshi do'stimiz bo'la oladi. Ammo nachar kitobchi nachar do'stga o'xshaydi. Yaxshi kitob yaxshi do'stga o'xshaydi. Shunaqa kitob o'qigan chaqda yaxshi bilan yomonni farq etib turib o'qishimiz kerak. Endi bu kitobningki ahamiyati nihoyatda ko'p. Biz bu darsimizning asosiy mazmuni bo'lmaganligi uchun kitobning ahamiyatini aslan so'zlamayman. Ustoz nima debdi? Sen bundan keyin hayotingda o'qigan sari kitobning ahamiyatini texnik tushunib yetasan debdi. Ya'ni texnik cho'ng bo'lgan sari kitobning ahamiyatini tushunib yetamiz. Endi bu kitoblarning hammasidek insonlarning yozgan kitoblari, endi Allohning tushirgan kitoblari bor. Allah o'zi yozgan, Allohning so'zi bo'lgan kitoblar bor. Bugungi darsimizda biz shu Allohning kitoblari haqida so'qilib o'tamiz. Qaranglar. Ustoz debdi: Allah Taala biz insonlarni ogohlantirish uchun ba'zi payg'ambarlarga kitoblarni tushirgan dedi. Ya'ni payg'ambarlar degan Allohning elchilari. Allah Taala insonlarni ogohlantirish uchun, ya'ni to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun nimani ogohlantirdi? Allohning azobidan, do'zaxdan ogohlantirish uchun ba'zi payg'ambarlarga kitoblarni tushirgan dedi. Ahmad, qaysi kitoblarni tushirgan ustoz deb so'radi ajablanib. Qaysi kitobdan tushirgan Alloh taolo deb buningga aloqa qiziqib qoldi Ahmad. Ustoz dedi: Alloh taolo tushirgan kitoblardan Zabur, Tavrat, Injil, Qur'oni Karim ve Suhufi İbrahim qatorliqlar bor dedi. Ya'ni Tavrat, Injil, Zabur, Qur'oni Karim ve Suhufi İbrahim. Bu Tavrat, Injil, Zabur, Qur'oni Karim bu to'rt samoviy kitob deb ataladi. Samoviy degan nima degan gap desanglar, osmondan tushgan degan ma'noda. Sama degan arabchada osmon degan ma'noda. Ya'ni samoviy kitoblar degan gap osmondan tushgan kitoblar, Alloh tarafdan tushgan kitoblar degan ma'noni bildirdi. Bu to'rt cho'ng samoviy kitob deb so'rab qolsam, Tavrat, Injil, Zabur, Qur'on Karimni so'zlab sanab bersanlar bo'ladi. Suhufi İbrahimchi bu to'rt cho'ng samoviy kitobning qatoriga kirmaydi, ammo lekin bu Alloh tarafdan tushirgan kitob bo'lganligi uchun men bu yerga qo'shib qo'ydim. Allohning kitoblariga ishonish iymonning asoslarining biri bo'lib, Qur'on Karim tilga bütün kitoblarni Allohning tushirganligiga ishonishimiz kerak dedi ustoz. O'tgan soatda biz farishtalarga ishonish to'g'risida darsimiz o'rgangandik bollar. Shu vaqtda biz iymonning asoslari sanab chiqqan. Iymonning asoslari 6 bo'lib, Allohga ishonish, Allohning farishtalariga ishonish, Allohning kitoblariga ishonish, Allohning payg'ambarlariga ishonish, oxirat kuniga ishonish, taqdirga ishonishdan iborat.
Biz Allohga ishonishni so'zlab bo'ldik. Allohning farishtalariga ishonish to'g'risida darsimizni o'rganib bo'ldik. Bugungi so'zlaydigan darsimiz demak, Allohning kitoblariga ishonish to'g'risida dars. Ya'ni bu Allohning kitoblariga ishonish iymonning asoslaridan birisi. Ya'ni Qur'on Karim tilida qilingan butun kitoblarni Allohning tushirganligiga cho'qim ishonishimiz kerak. Bu bizning iymonimizdagi bir qismi. Bu kitoblarni Alloh taolo qaysi payg'ambarga tushirgan, ularni sana deb beray, dedi ustoz qarang. Zaburni Alloh taolo Davud alayhissalomga tushirgan bo'lib, insonlar Zaburni allaqachon o'zgartirib etgan. Kutubxonalardan Zaburni topolmaysan, dedi. Zaburni Alloh taolo Davud alayhissalomga tushirgan bir kitob. İnsanlar bu Zaburni o'zgartirib etgan, hattoki yo'qolib ketgan darajada, shunday normal kitobxonadan topolmaydigan darajada bu kitob yo'qolib ketgan. Tavratni Alloh taolo Musa alayhissalomga tushirib bergan bo'lib, bugungi kunimizda Yahudilarning agishtirgan kitobidir. Ammo Yahudilar haqiqiy Tavratni o'zgartirib etgan, dedi. Ya'ni Alloh taolo Musa alayhissalomning davridagi Bani Isroil qavmiga agishadigan kitob bo'lgan Tavratni tushirib bergan. Ya'ni Alloh taolo Musa alayhissalomga va Musa alayhissalomning qavmiga Tavrat ismli bir kitobni tushirib, mushu kitobga agishinglar. Mushu kitobda nima yozilgan bo'lsa, shu bo'yicha menginglar. Nimadan cheklagan bo'lsa, shundan yeninglar debchi Tavrat ismli bir kitobni tushirib bergan. Musa alayhissalom va Musa alayhissalomga ergashgan kishilar shu Tavratga amal qilib yashagan. Onun keyingi davrlarda Yahudilar bu Tavratni o'zgartirib etgan. O'ziga foydali yerlarini ep qilib, ziyonli bo'lgan taraflarning hammasini qo'li bilan ashundoq yozib o'zgartirib etgan. Alloh taolo Qur'on Karimda, ya'ni bularningki shundoq qo'li bilan yozib o'zgartirishlarningki qanchalik yomon ish ekanligini Qur'on Karimda so'zlab bergan. O oyatlarning keyingi vaqtlarda darslarda o'rganasizlar inshaalloh. Ya'ni biz mushu Tavratning Musa alayhissalom tushirgan kitob ekanligini, Yahudilar agishayotgan kitob ekanligini, ammo Yahudilar agishayotgan hozir o'qiyotgan kitobiningki Alloh tushirgan haliqi kitob Tavrat bo'lmasdan, balki bu Yahudilar o'zgartirib yozilgan kitob ekanligini bilsanglar bo'ladi. Endi Injilga kelaylik. Ustoz, Injil Alloh taoloning İsa alayhissalom tushirgan kitobi bo'lib, kishilar Injilni o'zgartirib, o'xshamaydigan nusxadagi Injillarni yozib chiqqan. Hozir xristianlarning agishtirgan kitobidir deydi. Ko'plagan yerlarda bu kitobni tushirish mumkin, ammo undan uzoq turgan deb nasihat qildi. Qaranglar, Injilni Alloh taolo İsa alayhissalomga tushirib bergan. Ya'ni kishilar Tavrat Musa alayhissalomning davridagi Tavratga agishib ketib, qana qildi, yo'ldan ezib ketdi, Tavratni o'zgartirib etdi. Ular ezib ketgandan keyin Alloh taolo yana bu insonlar xato yo'lga menib ketmasin, yana meni to'nib to'g'ri yo'ldan mangsin deb İsa alayhissalomni payg'ambar avatdi. Ham İsa alayhissalom uchun Injil ismli bir kitobni tushirib berdi. Anandan keyin insonlarni xato yo'ldan yondirishga, ya'ni to'g'ri yo'ldan mengishga, Allohning jannatiga kirish uchun shundoq yordami bo'lsin deb Alloh taolo Injil ismli bu kitobni tushirib berdi. Ammo keyinchi bu xristianlar bunga ergashayotgan insonlar qanday qildi desanglar, bu Tavratni o'zgartirganga o'xshash Injilni o'zgartirib etdi. Hatto Alloh taolo tushirib bergan bir kitob, Injil kitobi bir nusxadagi kitob bo'lgan bo'lsa, kishilarcha o'zlari yozib, o'zining xohishi bo'yicha yozib, nurg'unlagan nusxadagi Injillarni barliq keltirdi. Nurg'un Injillar barliq keldi. Hammasi ismi o'xshamaydi, hatto Injil Matta, Injil Yuhanna degandek ashundoq kitob, har xil nusxa Injillarni yozib chiqdi. Bularning ichida hozir mushu 4 nusxadagi Injil nihoyatda mashhur Injillar ekan. Mushu xristianlar hozir mushu o'zi o'zgartirib yozib olgan mushu Injillarga ergashir ekan. Endi ustozning meyadligini qaranglar. Ko'plagan yerlarda bu kitobni uchirish mumkin, ammo undan uzoq turgan debdi. Ya'ni mushu xristianlar o'zining dinini taqtish uchun nurg'unlagan kuch chiqardi. Mushu din taqtadigan maxsus odamlar bo'ladi. Ular taqtidi. Undan boshqa
Şu internet dünyasida, tor dünyasida nurgulgan yazmalarını çıkarıp, videolarını çıkarıp, hatta küçük balalarga mı taqtiş üçün her xil karton filmlerini işlep çıkarıp, aşında İncilni ögütiş, özün aşını hemmelerini Hristiyan kılış üçün nurgulgan işlerini çıkardı bular. Şunlaşık biz qanday qilishimiz kerak desanlar, bu kitapni o'chirib qolgan vaqtimizda birisi kelib maktabni o'qib beqing deb bizga bergan vaqtida yo'q men buni o'qimayman. Bu Allah tarafından tushgan Injil emas. Kishilar bu kitobni o'zgartirib etgan. Men buningga ergashmayman deb bu kitobni uzoq turishimiz kerak. Endi kelaylik Qur'oni Karim. Qur'oni Karim Alloh taolaning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tushirib bergan kitobi bo'lib, burunqi kitoblarning hammasining hukmini amaldan qoldirgan. Bu qo'limdagi Qur'oni Karim Alloh tushirgan kitobning dal o'zi dedi ustoz. Qaranglar. Qur'oni Karim Allah Taala'nın Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tushirib bergan kitobi bo'lib, burunqi kitoblarning, ya'ni Zabur bo'lsin, Tavrat bo'lsin, Injil bo'lsin, İbrahim alayhisalomning sahifalari bo'lsin, ya'ni qanday kitob bo'lsa, Qur'onning kitoblarining hammasiniki hukmini amaldan qoldirgan. Hukmini amaldan qoldirgan degan degan gap desanglar, ya'ni burunqi kitoblarga, Tavrat, Injillarga ergashmaymiz degan gap. Ularga ergashmanglar. Ularning hukmi amaldan qoldi. Uningga bo'ysunsanlar bo'lmaydi, uning yo'lida mangsanlar bo'lmaydi degan kitob, degan gap. Ya'ni Qur'on Karim tushgandan keyin Alloh taolo butun insonlarni Qur'on Karimga ergashishga buyurdi. Burun kitoblarni sizlar o'zgartirib etdinglar. Endi u kitobni ergashsanglar endi unga rozi bo'lmayman. Men Qur'on Karim ismli bir kitobni tushiraman. Mushu kitob ergashsizlar. Qur'on Karimda nima yozilgan bo'lsa, nima buyurilgan bo'lsa, şunun qaygışınlar deb Allah Taala burun kitaplarning hammasining hukmini amaldan qoldirib etdi. Endi Qur'on Karimchi o'sha Payg'ambar alayhisolamga nozil qilingandan beri o'xshash bitta saqlanib kelyotdi. O'xshaydi saqlanib kelyotdi. Biz darsimizning oxirida Qur'on Karimning qanday kitobligi haqida ozroq to'xtalib o'tamiz. Qaranglar. Qur'on Karimdan boshqa yana qaysi kitoblar bor? Suhufi Ibrohim. Ya'ni Ibrohim alayhisolamning sahifalari. Allah Taala'nın İbrahim Aleyhisselam'a tushirgan 10 sayfalı kitabı. Yani qaranglar aytdim, kichik kitobkan 10 varaqliq. Yani 10 sayfa deganda 10 bet deb tushunsanlar bo'ldi. Yani aytdim, kichik hajmdagi shunday bir kitobni Alloh taolo İbrahim Aleyhisselam'a tushirib bergan. Buni Qur'on Karimda so'zlangan bo'lg'achqa Suhuf İbrahim Aleyhisselam'a tushirgan kitob deb hammamiz qabul qilamiz. Ammo İbrahim Aleyhisselam'a tushirgan bu Suhuf İbrahim hozir bormi? Yo'q. Bu allaqachon yo'qolib ketgan. Undan boshqa İbrahim Aleyhisselamning sahifasidan boshqa sahifalar bor. İbrahim Aleyhisselamdan boshqa Adem Aleyhisselamga tushirilgan 10 sahifa, Şiis Aleyhisselamga tushirilgan 50 sahifa, İdris Aleyhisselamga tushirilgan 30 sahifa, bularmi Alloh taolaninki tushirib bergan kitoblarning qatoridan. Biz de payg'ambarlarni o'rganmadik bolalar, shunga Adem, Şiis, İdris deb sanasam bu kimlerdir deb o'ylab qolgan bo'lishim mumkin. İnşallah kelar soat darsimizda biz bütün peygamberlerle tanışıp chiqamiz. Cho'chaq teg'im yaxshi tushunasizlar. Allah Teala Peygamberlerin ismini bilmem. Maşallah, maşallah. Ben de Adem Aleyhisselam'ı bilmem. Adem Aleyhisselam tunç peygamber. Maşallah. Adem Aleyhisselam tunç peygamber. Maşallah. Yaxshi bilgansizlar. Qaranglar. Endi biz bütün peygamber, bütün Allah Teala tushirgan kitobdan sanab bo'ldik. Shundaymi? Allah Teala Davud Aleyhisselamga Zaburni tushirib beribdi. Musa Aleyhisselamga Tavratni tushirib beribdi. İsa Aleyhisselamga Injilni tushirib beribdi. Oxirgi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on Karimni tushirib beribdi. Uningdan birinchi sanlar İbrahim Aleyhisselamga 10 sahifa, shundaymi? Adem Aleyhisselamga 10 sahifa, Şiis Aleyhisselamga 50 sahifa, İdris Aleyhisselamga tushirgan 30 sahifa kitoblarimiz bor ekan. Ya'ni bularningki hammasiga ishonishimiz kerak. Alloh tarafdan tushgan kitoblarga ishonishimiz kerak. Endi ustozlar, sana Qur'on Karimning qanday kitobligini so'zlab beray deb Qur'on Karimning qanday kitobligi haqida bizga so'zlab beribdi. Buni anglab boqaylik. Birinchisi Qur'on Karim Allohning so'zidir deydi. Qur'on Karim Allohning so'zi. Lekin kitobxonadagi nurg'un kitoblarga qarasak, hammasi ko'pincha kimning so'zi bo'ladi? İnsanlarning, yozuvchilarning so'zi. Ammo Qur'on Karim, o'qitgan Qur'on Karim
insonning so'zi emas, balki bu Allohning so'zi. Ya'ni butun olamlarni yaratgan Rabbimiz bo'lgan Allohning so'zi. İkincisi Kur'an-ı Kerim 23 yıl jarayonida Jibril alayhissalomning vasitasi bilan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirilgandi. Kur'an-ı Kerim 23 yıl jarayonida, ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 23 yıl payg'ambar bo'lgan. Mushu jarayonda Jibril alayhissalomning vasitasi bilan, ya'ni o'tgan soatda bolalar darsda Jibril alayhissalomning kimligini o'rganib o'tgan to'qshundimi? Jibril alayhissalom vahiy yetkazgan payg'ambardi. Ya'ni Allohning vahiysini payg'ambarimizga yetkazdi. Shu orqali Qur'on Karim bizga yetib keldi. Uchinchisi Qur'on Karim arab tilida yozilgan. Qur'on Karimning yozig'i tili qaysi tilda? Arab tilida. Nihoyatda fasohatlik, balog'atlik arab tilida yozilgan. To'rtinchisi Qur'on Karim mo'jizalar bilan to'lgan. Qur'on Karimning hamma yeridan nurg'unlagan mo'jizalarni topa olamiz. Mo'jizalar bilan to'lgan. Hech kim Qur'on Karimga o'xshash bir oyatni keltirolmaydi, hech kim o'zgartirmaydi. Alloh qiyomatga qadar Qur'on Karimni qo'g'daydi. Qaranglar, Qur'on Karimning nurg'unlagan ilmiy ham adabiy mo'jizalar bor. Biz keyingi darslarimiz inshaalloh Qur'on Karimdagi mo'jizalar bilan bir tanishib chiqamiz. Shu yoqda hammalarning haqlarini e'lon qilishi mumkin. Voy Alloh taolo haqiqatan hammani bildi ekan. Qur'on Karim haqiqatan bir mo'jiza kitob ekan deb Qur'onning mo'jizasidan tanishib chiqsa inshaalloh. İnsanlarcha qaranglar, hech kim Qur'on Karimga o'xshash bir oyatni keltirolmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda bir qancha yerda shu insonlarga jang e'lon qilgan. Avval deganki, Qur'on Karimga o'xshash bir surani tushirib yiqinglar degan. Hech kim tushirolmagan. Undan keyin Qur'on Karimga o'xshash 3 oyatni tushirib yiqinglar degan. Hech kim uni qilolmagan. Undan keyin Alloh taolo deganki, agar mushu Qur'on Karim Allohning so'zi emas degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, mushu Qur'on Karimning oyatiga o'xshash bir oyatni tushirib yiqinglar degan. Bir oyatni tushirib yiqinglar degan. Ammo insonlar buni qilolmagan. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomning zamonida she'riyat nihoyatda taraqqiy qilgan bir vaqtda hech kim uni qilolmagan. Hattoki payg'ambar shu Qur'on nozil bo'lgandan boshlab, hozirga qadar hech kim Qur'onga o'xshash bir oyatni barliq keltira olgani yo'q. Qur'onningki bir oyatini o'zgartira olgani yo'q. Hech kim o'zgartirmaydi. Chunki bu Qur'on Karim Allohning so'zi. Alloh taolo qiyomatga qadar Qur'on Karimni qo'g'daydi. Qur'onni Alloh taolo men qo'g'dayman deb va'da bergan. Ya'ni qiyomatga qadar Qur'on ya o'zgarib ketmaydi, ya yo'qolib ketmaydi. Ya'ni Alloh taolo o'zi qo'g'daydi. Tushuninglarmi bolalar? Ya'ni Injilni, Tavratni insonlar o'zgartirib ketgan, shundaymi? Ammo Qur'on Karimda Alloh taolo qiyomatga qadar men qo'g'dayman deb va'da berdi. Hech kim uni o'zgartirib o'tolmaydi, hech kim uni yo'qotib o'tolmaydi. Kur'anlı Hristiyanlar Kur'an'ı köydürdü. Qur'onni ko'ydiramdi, ammo ko'ydirib yo'qotalamdi. Mumkin emas, yo'qotilmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimni qo'g'dab turdi. Qur'on ko'ydirganlarning qo'li qurib ketsin. Qarang, 6-si Qur'on Karim Alloh tushirgan eng oxirgi kitobdir. Uningdan keyin kitob kelmaydi. Qur'on Karim Alloh taolo tushirgan eng oxirgi kitob. Uningdan keyin kitob kelmaydi. Qiyomatga qadar Alloh taolo boshqa kitob tushirmaydi. Biz qiyomatga qadar mush Qur'on Karimga amal qilib, Qur'on Karimni o'qib, shunday yashaymiz. 7-si Qur'on Karim musulmonlarning amal qiladigan qonuni. Qur'on Karimda o'qib iborat qiladigan kitob emas, bizning qonunimiz. Qur'onda nima yozilgan bo'lsa, shunga amal qilamiz. Nimadan to'sqan bo'lsa, shuningdan shu ishni qilmaymiz. Ya'ni bizniki qonunimiz, dasturimiz. 8-si ilgirki samoviy kitoblarni tasdiqlovchidir va hukmini amaldan qoldiruvchidir. 8-si ilgirki samoviy kitoblarni tasdiqlovchidir va hukmini amaldan qoldiruvchidir. Ilgirki samoviy kitob degan nimaligini tushuntirib qo'ydim sizlarga. Shunami Alloh taolo tushirib bergan kitoblar. Bu kitoblar qaysi? Zabur, Tavrat, Injil qatorli kitoblardir. Bularni shu tasdiq qiladi. Qur'on Karimlarni yolg'onga chiqarmaydi, ya'ni rost deydi. Alloh tushirgan kitob deydi. Ammo qanday qildi? Hukmini amaldan qoldirdi. Qur'on Karim ilk kitoblarning hammasini rostga chiqardi, ammo hukmini amaldan qoldirdi. 9-si Qur'on Karimga amal qilish ham tilovat qilishdan iborat qilgan bo'lamiz. Ya'ni Qur'on Karimga amal qilsak iborat qilgan bo'lamiz. O Qur'on Karimni o'qib tilovat qilsak iborat qilgan bo'lamiz. Alloh taolo uning uchun nihoyatda ko'p savob berdi.
Qur'on Karimninki her bir o'qigan her bir harfi uchun bir savob berdi bolalar. Alif lam mim deb o'qigan bo'lsak, ya'ni mush alif lam mimninki alifga bir savob, lamga bir savob, mimga bir savob, ashundaq savob berdi. Shunday Qur'on Karimni nihoyatda ko'p o'qishga ahamiyat berishimiz kerak. Qur'on Karimni tilovat qilishga har kuni chuqum Qur'on Karimni tilovat qilib turishimiz kerak. Ham Qur'onning ichidagi hukmlarga, biz qilgan buyruqlarga amal qilib yashashimiz kerak. Endi Qur'on Karim to'g'riliq nurg'un mazmunlarda asosligi mushu. Qur'on Karim qanday kitob desa, mushu mazmunni so'zlab bersanglar bo'ldi. Ya'ni bularning ichidan qaysi ismlarda qoladi endi? Tirishib beqinglar bolalar, hammasini bilib olishtirishinglar. Birinchisi Qur'on Karim Allohning so'zi. İkinchisi Qur'on Karim 20 yil jarayonida payg'ambar alayhissalomga tushirilgan bir kitob. Uchinchisi Qur'on Karim arab tilida yozilgan. To'rtinchisi Qur'on Karim bir mo'jizalar qo'shgan bir kitob. Hech kim bir oyat uning o'xshagan bir oyatni keltira olmaydi. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Alloh taolo uni qiyomat qadar qo'g'daydi. 5-inchisi yozilmay qolibdi. 6-inchisi Qur'on Alloh tushirgan eng og'ir kitobdir. Undan keyin kitob kelmaydi. 7-inchisi Qur'on musulmonlarning amal qilgan qonuni. 8-inchisi ilgirki samoviy kitoblarni tasdiqlovchi va hukmini amaldan qoldiruvchi. 9-inchisi Qur'on Karimni amal qilish ham tilovat qilishdan iborat qilgan bo'lamiz. Inshaalloh bular esinglarda qolar. Endi eng oxirgi mazmunimiz kelaylik. Ustozi bu darsni tuzab qo'ygandan keyin bunday deb qaranglar. Balam, bu kitoblarga qanday ishonamiz desang, qanday ishonamiz? Kitoblar qanday ishonamiz degan chog'da Zabur, Tavrat, Injil qatorliq kitoblarni Alloh tushirgan. Shunday Alloh tushirgan kitoblar. Ammo insonlar kitoblarni o'zgartirib etgan. Shunga u kitoblarningki hukmiga bo'ysunmaymiz, amal qilmaymiz. Ammo aslida ularning Alloh nozil qilgan kitob ekanligiga ishonamiz debdi. Ya'ni Zaburga, Tavratga, Injilga qanday ishonamiz degan chog'da bu kitoblarni aslida Alloh taolo tushirgandi. Alloh taolo tushirgan kitobdi. Ammo lekin keyin insonlar uni o'zgartirib etgan bo'lg'achqa, ham Qur'on Karim ularning hukmini amaldan qoldirgan bo'lg'achqa, biz Zaburga, Tavratga, Injilgacha bo'ysunmaymiz, uning hukmiga bo'ysunmaymiz. O kitoblarga amal qilmaymiz. O kitoblarga o kitoblarga amal qilmaymiz, bo'ysunmaymiz deb shunday iymon etsak, bizning kitoblarga ishonishga bo'lgan iymonimiz to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu Allohning samoviy kitoblariga qanday ishonamiz degan chog'da Qur'on Karimga ishonishda, Qur'on Karim Alloh tomonidan tushirilgan kitob, ham bu Qur'onga chuqur amal qilamiz. Eng oxirgi kitob, amal qilamiz. Ammo buningdan boshqa Zabur, Tavrat, Injil qatorliq kitoblarga bular aslida Alloh tomonidan tushirilgan kitobdi. Ammo keyin insonlar ularni o'zgartirib etdi. Hem Qur'on Karim tushgandan keyin o kitoblarning hukmi amaldan qoldirildi deb turib, ularni Alloh tushirgan kitob, ammo lekin o kitobga biz bo'ysunsak bo'lmaydi, o kitobga amal qilsak bo'lmaydi deb turib iymon etamiz. Tushundinglarmi? Shuning bilan men so'zlaydigan darsim shundan tugadi. Endi men sizlarni boshdan o'qitib boqayim.